6 qism. Hoy, nega ertalabdan buncha shovqin qilasan? Eshit, mening qadrli singiljonim, soat allaqachon 11 bo'ldi. Bugun yakshanba, farqi yo'q. Nega? Nima uchun buncha xursand bo'lyapsan? Qayerga ketyapsan? Men uchrashuvga ketyapman. Yo'q, uchrashuvga ketyapti. Yigit kishi bilanmi? Ha. Meni yigitim bor. Qo'shiqchi yigitlaring bilan xayolingga uchrashuvga chiqyapsanmi deyman? Unday emas. Bu rostdan uchrashuv. U bilan munosabatlarimiz bor. Ishing tufayli aylanishga vaqtim yo'q deganding. Endi uchrashuvga chiqyapsanmi? Men ish bilan band paytim. Uni uchratdim. Bo'lishi mumkin emas. Oldin menga aytgan yigitingmi? Ha, o'sha yigit meni ham yoqtirar-ki. Xudoyim, u yoqimtoymi? Xo'sh, u ozgina yoqimtoy. Yo'q, u butkul yoqimtoy. Agar u ko'chada yursa, odamlar unda aktyormisiz deb so'rashadi. Unda u aniq juda kelishgan. Rasm. Senda uni rasmi bormi? Rasmmi? Kutib tur. Qanday ko'rsatchi? Bitta ham rasmi yo'q ekan. Uni rasmini olganimda senga keyinroq ko'rsataman. Yoki uni odati qanaqa? Juda yoqimli. Yoqimtoy bo'lish bilan birga u juda ham ajoyib. Ha, yaxshi. Ba'zida u shunchalik yoqimtoy bo'ladiki, kattagina kuchukchaga o'xshaydi. Va yana u juda ham aqlli. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Hoy. Mabodo uni akasi yo'qmikan, ha? Akasi. Bo'lishi mumkin emasmi? Balki ukasi bordir. Endi ketishim kerak. Qo'y qayerga? Men bilan borasan-a? Menga 5 daqiqa ber, tayyor bo'laman. 1 daqiqa. 2 daqiqa 30 soniya. 1 daqiqa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo Joa. Kim Don Hyun. Chon Subin. Bon Jae Hyun. Chon Usok. Do'kondagi muhabbat. Bu Namju. Subin. Ha? Keyinroq birga ovqatlanamizmi? Mayli, nima olasan? Tovuq oyoqchalari. Axir kecha yegandik-ku. Birga yeyishga boraylik. Xo'p, mayli. Lekin biroz kutib tur. Ishimni tugatib olay. Xonim. Nima? O'zingizni bolalardek tutishni bas qiling. Shunday katta og'zingiz bo'lsa ham nega yuzingizga tegdirib yeyapsiz? Buni ataylab qilyapsiz, shundaymi? Xonim, ularga ko'z suzishni bas qiling. Hoy. 넌 나랑 썸 탈래 아님 놀러 갈래 너랑 낯선 사람 맡기는 싫어요 넌 나랑 썸 Hatto shu holatda ham juda ham chiroylisan. 아니면 Mening yigitim biroz qo'pol. Ammo u erkak. 좋아요. 잘 지냈어? Ha, ishlaringiz yaxshimi? Biroz ishlarim bor edi, shuning uchun
biroz to'xtab tur. Biz axir hali ham do'stmiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Sen bilan do'st bo'lish men uchun quvonch bag'ishlayapti. Yaxshi. Shuning uchun konsertga chipta sotib olib bo'lganmiding? Nima? Axir sen mahoratlisan-ku. Menga bir marta chipta olishda yordam bera olasanmi? Mayli, buyurtma qilaman. Katta rahmat, Jiva. Seni yaxshi ko'raman. Katta rahmat. Voy. Ikkita sigara sotib ola olasanmi? Bizni sezib qolsa-chi? Eblaymiz. Yo'q, o'xshamaydi. Sizlarni sezib qoladi. Sen kimsan? U yerga kirib borganingiz bilan sizni sezib qolishadi. Yaxshisi ketinglar. Ketinglar. Amaki, siz kimsiz? Ana u yerga borsangiz va o'ng tomonga qayilsangiz, sigara olishingiz mumkin bo'lgan do'kon bor. O'sha yerga boringlar. Shundoqqina yaxshi odamligingiz bilinganda aka. O'zimizni odam ekan. O'sha joyning nomi nima? U joyning nomi Yonnam politsiya bo'limi. Nima? Hoy, to'xtanglar. Hoy bolalar. Hoy, to'xta. Bu meniki. Nima? Bu meniki. Uni birinchi bo'lib men oldim. Nimalar deyapsiz? Uni men birinchi oldim. Ya xudoyim. Keling, kamerani tekshiramiz. Kamerani. Yaxshi. O'lgan yuragimdan chiqarib buni sizga berib qo'ya qolaman. Kichkina bo'lsa ham u meniki. Ammo o'rniga siz menga o'zingiznikini berasiz. Nimaga ekan? Telefon raqamingizni. Menimi? Suratga olish ishlari juda ham tez tugadi. Tez tugagan bo'lsa ham yaxshi xotiralar olib qoldik o'zimizda. 재밌게 추억을 만들어가면서 촬영을 해가지고 Ushbu darama uzoqroq bo'lishini xohlagan bo'lardim. Tugaganiga ishongim kelmayapti. Do'stlarim bilan xayrlashgim ham kelmayapti. Natijasi meni qo'rqityapti. Stef va aktyorlar katta ishni o'z bo'ynilariga olishgan. Suratga olish davomida hamma juda ham mehribon edi. Ushbu yaxshi odamlar bilan uzoqroq vaqt qolishni xohlagan bo'lardim. Lekin bu yakun. Juda ham qayg'udaman. Shu paytgacha menga yordam berganlarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Bunday imkoniyat har doim ham beriladi deb o'ylamayman. 하고 생각을 Bu filmda mazza qilib suratga tushdim. Hammangizga katta rahmat. 감사드리고 Umid qilamanki bu ishimiz sizga manzur bo'ladi. Albatta 4 ta shahzodamiz va meni ham yoqtirdingiz deb umid qilaman. 저도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. Katta rahmat. Hammangiz ishni qoyillatdingiz. Xayr, ketmanglar. 보고 싶어도 못 봐요. 오늘 안 보면은 막내 유빈이가 이렇게 말하는데 성나가 저도 우리 집에서 먹는다. Do'kondagi muhabbat o'z qismini tugatdi. Bu yakuniy qism edi. Ovoz berishda Anora va Ilhom ishtirok etdi. Uchrashguncha xayr.